Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabarlar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Urganch tumanida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosining Urganch tumani bo'limi yangi binosi foydalanishga topshirildi. Hozir shu haqda. Mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi Majburiy ijro byurosi tizimida ham xodimlarga munosib zamonaviy shart-sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Urganch tumanida qad ko'targan yangi binoning ochilish marosimida viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov, viloyat prokurori hamda boshqa mutasaddilar, soha vakillari, faxriylar ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar yurtimizda olib borilayotgan islohotlar va ularning natijasi tufayli hududlar infratuzilmasining zamonaviy qiyofa kasb etayotganini alohida ta'kidladilar. Xususan, mazkur bino qurilishiga davlat byudjetidan 3 milliard 373 million so'm mablag' ajratilgan. Hamma sharoitda yaratilgan bu yerda. Bularning ishlarini muvaffaqiyat tilaymiz. Kelgusida ishlarining unumini oshishiga menimcha imkoniyat beradi. Ular shu xalqimizni, elimizni sog'liqini olib turib mehnat qiladi degan umiddamiz. Yana Xudo xolasa bugun yangi binoda ish faoliyatimizni boshladik. Avvalambor davlatimizga rahmat aytamiz, shunday bizlarga shart-sharoitlar yaratib bergani uchun. Bundan buyon shijoat bilan mahkam turib, ijro harakatlarini, sud hujjatlari to'g'risidagi qonunni samaradorligini oshirgan holda ish faoliyatimizni ko'rsatamiz. Shart-sharoitlarga munosib ravishda o'z hamkasblarimiz bilan davlatimiz va jamiyatimizga o'z hissamizni qo'shib, ish samaradorligini oshiramiz. So'nggi yillarda Majburiy ijro byurosi tizimida ham ish hajmining ortganini raqamlar misolida ko'rish mumkin. Birgina Urganch tumani misolida olib qarasak, joriy yilning shu kuniga qadar 29 mingdan ortiq ijro hujjatlari bo'lim ijrochilariga kelib tushgan. Shundan 17 mingga yaqini hal qilingan. Davlat foydasiga 55 milliard so'mlik undiruvlar amalga oshirildi. Foydalanishga topshirilgan yangi binoda xodimlar va murojaatchilar uchun barcha qulaylik hamda imkoniyatlar yaratilgan.